Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Birinchi manzarani gapirib o'tish kerak deymiz-ku. Bizning bugungi lokatsiyamiz Boqozon qo'rg'onida bo'lyapti. Demak, ro'paramizda parkinsoy binolari qurilyapti. Shu yerga qarab bir 100 ta bino qurilishi rejalashtirilgan. Demak, chapga qarab ketadigan bo'lsak, Kumushkonga to'g'ri chiqib ketamiz. Bu yoqdan pastga qarab yuradigan bo'lsak, Toshkentga qarab ketamiz. Tepaga Parkent shahrining o'ziga yo'l olamiz. Xuddi shu turgan joyimizdan 18 kilometr uzoqlikda joylashgan ekan. Mana Yangi O'zbekiston bog'imiz. Xuddi shu yerdan lokatsiya suradigan bo'lsak 18 kilometr chiqyapti. Demak, bugun sizlarga aytayotgan joyimiz mana Boqozon qo'rg'onining kirish qismi, chap hamda o'ng qismlari sizlarga aytayotgan joyimiz. Xuddi shu joy o'rtasida joylashgan. Umumiy maydon 7,5 sotuvni tashkil qilyapti. Hozirda mulkimizdan nodavlat ta'lim muassasasi, ya'ni bog'cha sifatida foydalanishyapti. Agar shu mulkka qiziqadigan bo'lsanglar, xohlasanglar ushbu biznesni davom ettirsanglar bo'ladi. Ya'ni tayyor biznes sotilyapti, hurmatli qadrdonlar. Ko'rishimiz mumkin. Aytib o'tdimki, bu yoqda hozirda nodavlat ta'lim muassasasi, ya'ni bog'cha sifatida foydalanishyapti. Atmosferani xuddi shunga moslab qo'yishgan. Hovliga e'tibor beramiz. O'rtada landshaftning zonasi bor. Xohlasanglar bu yoqqa kelajakda basseyn qurib yoki mana shunaqa bitta fontan qo'yib qo'yish imkoniyatimiz ham mavjud. Ilgari ushbu mulkimizda choyxona sifatida foydalanilgan. Eshikdan kirishimiz bilan shunda o'ng qo'limizda choyxona uchun tayyor holatda o'choqlari, qozonlari joylashtirilgan. Ko'rishimiz mumkin. Tappa tayyor, remontlari zo'r holatda. Endi sizlarga ushbu mulkimizda joylashgan xonalarni ko'rsatib o'taman. Remontiga alohida e'tibor bersanglar, mashalloh, tappa tayyor holatdagi biznes. Hozir ushbu mulkdan umumiy hisobda 2,5 ming, 3 ming atrofida daromad olishingiz mumkin. Arendaga beradigan bo'lsanglar, 1,5 ming atrofida ijara haqqi olishingiz mumkin. Xonalarni ko'ramiz, bolalar uchun tayyor. Televizorlar, konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan. Bino mana bu yoqda isitish tizimimiz, ya'ni radiatorlarimiz bor. Ko'ramiz xonani, qaranglar. Bu yoqda umumiy hisobda 120 kvadrat metrga yaqin maydonimizda to'pli pol qilingan. Oyoqlarni tegi, yo'laylar to'pli pol. Bundan tashqari yo'laylarda ham, xonalarda ham konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan. Har bir xonaga alohida e'tibor berilgan dizaynlariga, televizorlari ham bor. Agar xohlasanglar ushbu biznesni davom ettirsanglar bo'ladi, xohlasanglar kelajakda o'zingizlar uchun dala hovli sifatida foydalansanglar ham bo'ladi yoki choyxona sifatida foydalanish uchun ham barcha shart-sharoitlari mavjud. Mana bu yoqdagi xonalarni ham ko'ramiz. Boshqa ikkinchi guruhlar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Bu yoqda ham tizimlari mavjud. Отоплениyalar ishlaydigan tappa tayyor holatda. Bu xonamiz adashmasam dars xonamiz hisoblanadi. Mana ko'ryapmiz, televizor, konditsioner. Bino to'laligicha kamera nazorati ostida ishlayapti. Mana bu yoqda bitta kameramizni ko'rishimiz mumkin. Tashqarida ham 2-3 ta joyda kamera ko'rdim, hamda bu burchakda ham kameramiz bor. Bu orqa tarafimiz hojatxona yuvinish xonalari mavjud bu yoqda. Qorong'i bo'lgani uchun hozir olganim bilan babisilarga ko'rinmaydi. Bu yoq ham bitta alohida darsxonamiz, remontlari tayyor holatda. Har bitta xona to'liq remontdan chiqarilgan. Hali bu yoqni ish faoliyatini boshlaganiga uncha ko'p bo'lgani yo'q. Mulk egalariga hozir boshqa bizneslari bo'lganligi uchun u yoqqa pul tikishni plan qilishibdi. O'shaning uchun sotayotgan joylari. Bu yoqqa oldin ham klientlar kelgan ekan, sotmaysizmi deb takliflar berishgan ekan. Prosta zarurat bo'lmaganligi uchun sotishmagan ekan. Endi hozir sotamizmi deb aytishyapti. Ko'ramiz. Oyoqlarni tegi to'laligicha to'pli pol, buni aytib o'tdim. Bu yoqda mana katta konditsionerimiz yuragi turibdi. Bu xonalarimiz esa bitta ikkita xonamiz, aktiviy, ya'ni tadbirlar o'tkazish uchun mo'ljallangan xonalarimiz hisoblanadi. Bu yoqda bolajonlar uchun mo'ljallangan oshxonamiz, ovqatlarni shu yoqda tayyorlashar ekan. Qaranglar. Ancha mehnat ketganligi ko'rinib turibdi. Akfalar uchun, eshiklar uchun, mana bunaqa mebel texnikalar uchun baribir chiroyli xarajat qilinadi. Pullar ayashmagan bunaqa sharoitli bog'cha qilamiz deb mulk egalari ham lokatsiyasi zo'r joyda joylashganligi uchun nima qilsanglar ham yarashib ketaveradi, to'g'risini ayting. O'zingizlarning bitta biznes planinglar bo'ladigan bo'lsa, bemalol boshlab yuboradigan joyi. 7,5 sotuq har holda
juda ham kichkina joy emas, mana landshaftniy zonamiz. Binoga ikkita kirish qismi mavjud. Bu yoqda mehmonlar hamda shu piyoda kirish uchun, odamlarning o'zi kirish uchun, bu yoqdagi ikkinchi kirishimiz avtomashinalarni kirish uchun sharoitimiz ham mavjud. Bemalol ikkita, uchta mashinani olib kirib qo'yish imkoniyatimiz ham mavjud. Mana bu xonamizni ham ko'rsatib ketaylik. Bu yoqda hozirda oshxona sifatida foydalanishyapti. Bolajonlar uchun. Ushbu shinam lokatsiyasi ajoyib joyda joylashgan, to'liq ta'mirdan chiqarilgan mulkimiz uchun hozirda so'ralayotgan summa 199 mingni tashkil qilyapti. Past tarafda doimgidek aloqaga chiqish uchun nomerlarini qoldiramiz. Lokatsiyasini shunday Telegramga o'tadigan bo'lsanglar, olishinglar mumkin. Hurmatli qadrdonlar, qo'shimcha savolinglar bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqinglar. To'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bizdan yanada ko'proq kutib qolinglar. Uy bor parking kanali maxsus sizlar uchun.